test rejimlari qanday bo'ladi, nimalarni birinchi ishlash kerak bo'ladi tushuntirib o'taman. Demak, mana bu joyga kirish deb yozib olaman. Demak, yozuvlarim ham sizlarga ko'rinmoqda. Hop, imtihonga kirganinglarda bolalar, imtihonga kirganda bu ilk qismi. Bir qator tushuncha berib yuboray. Hop, EPS topic imtihoni nimalardan iborat? Imtihon ikki turdan iborat, tabiiyki titki hamda ilk qismdan iborat. Titki qismimizda bizda 20 ta test kutib oladi hamda ilk qismimizda ham 20 ta test kutib oladi. Yaxshi. Demak, o'tyapti deb kelyapti xabarlar. Biz hozir sizlar bilan o'quvchilar testimiz ilk qismida turibdi. 20 ta testda tartibi bo'yicha. Xo'p, imtihonga kirganda sizlarda ushbu turdagi testlar kutib oladi. Birin-ketinlikda. Ya'ni aynan mana bu ayol kishi hamda bolakay degan joy emas. Bu yerda asosiy joyi qanday tartibdaligini hozir bir qator ko'rib, keyin testlarga o'tishni boshlayman. Ilk qismida birinchi, ikkinchi testlarda odatda surat bilan aloqasi bor bo'lgan, demak, rasmga mos keladigan gap topishimiz kerak. Ya'ni ushbu holatda ayol kishi qanday harakat qilyapti va ushbu harakatimiz fe'llarda birinchimi, ikkinchimi, uchinchimi, to'rtinchi javoblarda berilgan qaysi biri mos keladi. Buni hozir ishlab o'rgataman. Bir qator tanishtirib olaylik. Birinchi, ikkinchi testlarimiz rasm holatida keladi. Xo'p, uchinchi, to'rtinchi testlarimizda, to'rtinchi testlarimiz yaqin 4 yildan bu yog'i o'zgardi. Ya'ni mana shu tartibda tushyapti. Ya'ni kim 3-4 testlarda odatda sizga 4 ta yoki 3 tagina so'z beradi. Misol uchun 3-so'zni test oladigan bo'lsak, bu yerda yozib beradi. Tam, tanova, konga indin kosin muashimlika. Quyidagi so'z va aloqasi bor bo'lgan narsa nima deyapti. Ya'ni bizda panmal, iyong, so'ngim hamda yagu so'zlarimizga mos keladigan buni sherik fe'li bo'ladi. Misol orasida 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 javobimiz barchasiga mos kelishi kerak bo'ladi. Buni ham ko'ramiz. 4-testimizda esa bizda antonim yoki sinonim testlar keladi odatda. Endi bu yerda 3-testlarimizda antonim so'zi pandemalda toping deyapti. Misol uchun switcheril kyoda, ya'ni qavusni ichida berayotgan so'zimizga antonim 1 dami, 2 dami, 3 dami, 4 dami qaysidir javobda yashiringan bo'ladi. Demak, ushbu joyga belgilaymiz, xudo xolasa. Demak, 3-testimiz barcha berilgan 3 dami, 4 ta testlarga mos keladigan fe'l. 4-testimizda antonim yoki sinonim so'zlar topishimiz kerak bo'ladi qavusni ichidagiga. So'ng eng qiynaydigan o'quvchilarni qiynaydigan joy, ya'ni pinkan testlari beriladi. Ya'ni pinkanda yana mana shu bo'sh joyiga mos keladigan qaysidir so'zni topishimiz kerak. 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi testlarimiz barchasi bir xil. Odatda biz bu testlarimizda ot so'z turkumi so'zlari, ravish so'zlari, shuningdek, nima desak bo'ladi, gap yakunlaydigan so'zlar bilan bizni sinadi. Biz esa bularda tushunishimiz, mos qo'yishimiz uchun albatta grammatikamiz yaxshi bo'lishi kerak. Grammatikamiz eng kami o'quvchilar bizga, demak, 50 tadan 70 tagacha grammatikani, boshlang'ich grammatikani yaxshi o'zlashtirgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. So'ng nisbatan oson test tushadi, kelishni boshlaydi. Ya'ni 9 hamda 12 testlarda savoliga javob bering degan testlar keladi. Ya'ni odatda bizda texnik xavfsizligi so'zlar keladi. Qaysidir yo'nalishda ko'rsatgan, shu va shunga o'xshagan narsalar keladi. Xo'p, ovozim demak bor ekanini bir qator tekshirib qo'yaman. Demak, boryapti. Orada yozib tursalar bo'lar ekan, yaxshi ketyapsiz, tushunyapmiz deb. Hop, demak 9-testlarimizda demak bu yerga to'g'riga ketishni taqiqlab qo'ygan va buni biz ushbu testlarimiz orqali topishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Ushbu testlarimizni topishda ketishimiz kerak bo'ladi. Hop, keyingi testimizda 9-test, 12-test orasida bizda mana bu joyda matn beradi. Matnda o'quvchilar gapni o'qib va ushbu mazmunga mos keladigan, endi bu testda raqamlar, ya'ni call centerlarda raqamlarini so'rayapti bolalar. Hop, keyingisida
9-12 testlarda mana shu joyda kichkinagina grafika beradi va grafikaga mos keladigan, demak, albatta to'g'ri javob. Bu to'g'ri javoblarni ham ishlash uslubi bo'ladi, osonroq o'tish uchun. Buni tushuntiraman. Va 12-testimizda esa grafika. Ayni damda bu testda bir dona grafika beryapti, lekin oxirgi imtihonlarda Pinkan 6 ta, 7 ta berilayotgan bo'lsa, grafika testlarimiz ham eng kami 2 ta, bo'lmasam 4 tagacha berilyapti. Ko'pchilik mana shu grafika testlarni qiyin deb o'yladi. Lekin afsuski, bu grafika testlari juda ham oson. Buni ham xudo xolasa testlarda o'rganamiz. Shuningdek, yana 13-14-testlarimiz bizda boya tepada tushgan Pinkan. Buni joyiga mos keladigan endi so'z plus grammatikani topishimiz kerak. Ba'zan o'xshash so'zni berib qo'yadi, lekin grammatikasi har xil bo'ladi. Hop, endi 15 hamda 16 testlarimizda bizda odatda qanday mazmun beriladi desangiz, bu yerda ba'zan madaniyat keladi, ba'zan esa qandaydir ish sohasiga oid bo'lgan bitta jumlani kengroq ravishda tushuntiradi. Masalan, 15-testda ko'ramiz birozdan so'ng. So'ng 16-testda ham bizda qandaydir mazmunni tushuntiryapti va o'sha mazmunga mos keladigan sarlavha sifatida topiladi. 17-testda hop, bizda demak kattaroq, nisbatan matn kattaroq beriladi va ushbu matnga mos keladigan mazmunan o'xshash javob topishimiz kerak. 18-testimizda ham xuddi shunday katta mazmundagi matnlar, ba'zilar buni o'qib turib vaqt ketadi deydi. Lekin anchagina bizda vaqt ketishi ham mumkin, sababi ko'proq matn bo'lgani uchun. Va hamda 19-20-testlarda esa anchagina qiyin test. Anchagina, ya'ni bilmagan so'zlar ko'p chiqadi bu yerda. Ya'ni bu yerda lug'at so'z beradi. Bu lug'at so'zlar, misol Chinjanhada, Peryohada hamda Chongjunhada so'zlarimizga mos keladigan qaysidir demak, nima desak bo'ladi, mazmundagi gap berilgan. Uchala so'zga ham mos keladi. Xuddiki yuqorida antonim, sinonim singari pastroqda kelganidek, o'shunga mosroq, lekin biroz qiyinroq keladi. Va oxirgi 20-testlarimizda bolalar, bizda biror bir texnika buyumni, misol uchun, boltani beradigan bo'lsa, bolta bu nima, bolta demakda, boltani shunday tushuntiradi. Bu moslama shunday narsaki, bunda yog'ochni demak, urib tetatishingiz, turli xil narsalar bo'ladi. Misol kesishingiz mumkin bo'ladi yoki o'tkirlashingiz mumkin bo'ladi deb turib, biror bir moslamani kengroq tushuncha bo'ladi. Hozir mana bu yerda testlarda ko'rganda inshaalloh ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi bu bizda tanishtiruv nimasi edi testda. Endi hozir bitta tushuntirib o'taman. Tushuntirishimdan avval menga darsda iltimos bir qator nima desangiz bo'ladi. Gruppaga iloji bo'lsa nima qo'yib beringlar, plus qo'yib beringlar, чтобы sizlar tushunayotganinglarni men bilib olay. Sababi bir boshlagandan keyin chalg'amay qolaman-da, testni davom etib qolaman. Xo'p, demak Jasurbek plus qo'yibdi. Demak Jasurbekka demak ovoz hammasi yaxshi ketmoqda ekan. Qolganlarga ham qanday ketyapti? Yaxshi deb ketyapti. Ba'zilar haligi bizda nimada yozilish nima deydi? Gruppasi ham bor-da. Agarda siz kanaldasiz borsiz, lekin nima deydi, yozuv chatga qo'shilmagan bo'lsangiz yoza olmaysiz. Shuning uchun ushbu kanalda demak yozish bo'limiga o'tib turib, o'tsang yozib plus qo'ysangiz bo'ladi. Demak ko'pchilikda hammasi yaxshi ekan. Tushunaman. Ayni damda 50 ga yaqin o'quvchilar hozir prямой efirda, qolganlar charchagan. Lekin men kelishuv qilgan uchun va'damda turishim kerak bugun birinchi darslik uchun. Hammada yaxshi bo'lsa, demak boshladim. Ora-orada 5 minutda yaxshi ketyapti deb turinglar, agarda aloqa uzilib qolmasa. Yaxshi. Xo'p. Endi testni boshladik. Chiroyli qilib tushuntiraman. Xudo xolasa testinglarda testga nimalarga e'tibor berishlar. Bu narsa bittada tushunib olmaysizlar-da, bitta videoda. Hali ko'p video bo'ladi onlayn darslarga o'tib ketganimizdan keyin. Sababi bu yerda misol uchun hozir test o'tishni avval aytaman. Epistopikda birinchi test kitobi bor, yangisi, ikkinchisi bor, 960 talik test, 960 talik titkisi, 450 talik va hamda 700 talik testlar ham bor qo'shimchasiga. Bu lekin hali biror kishida ko'rilmagan 2024-yilda testda tushgan imtihon testlariga o'xshagan birga bir testlar. 100 ga yaqin test bor bunaqangi. Xo'p. Demak, boshladik. Qayla. Mana bu joyda berilyapti. 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Yana aytadiki, bu yerda. Xo'p.
Suratga qarab mos keladigan so'z yoki gapni belgilang deyapti. Xo'p. Demak, ovoz yo'q degan so'z menimcha endi qo'shilishi kerak kimdir. Menimcha normallik ketayotgandi ovoz. Hamma qator qarab qo'yamiz. Yo'q, menda ovoz yaxshi ketmoqda. Sizda muammo bo'lsa kerak, birodar. Men demak test davom etaman. Rasmga e'tibor bersanglar, ayol kishi, bolalar, ayol kishi bolani boshidan silayotganligi, ya'ni bola esa bu yerga axlat qutisiga tashlayotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yodda tutinglar o'quvchilar, hamisha testda birinchi topishingiz kerak bo'lgan narsa bu rasmda bo'lsa, rasmni yaxshi tushunib olish, keyin esa savol bo'lsa, savolni albatta o'qish. Ikkalasini qilmasangiz, noto'g'ri javob topishingiz 50 emas, 60-70%. Garchi tilda zo'r bilsangiz ham. Hop, demak, qo'llab-quvvatlagan shunday tushunyapmiz, malades deyapti. Shunda ushbu harakatda birinchi so'zimiz mushihada degani mensimaslik degani. Ya'ni kimdir gapirsa, haligi burni yonboq uchi bilan nima deyapsan deganda mensimaydigan odamlarga nisbatan ishlatiladi. Bu emas. Ikkinchisi pastda turibdi. Chonjunhada degani bolalar. Chonjunhada hurmat qilish, ya'ni kimdir inson gapirganda hurmat qilayotganini ifodalaydigan so'z. Bu emas. Xo'p, endi Chingjanhada degan so'z turibdi. Ya'ni maqtamoq degan so'z bor. Ya'ni bizni rasmimizga mos keladigan va hamda pihiruvchida esa xalaqit bermoq, ozor bermoq degan ma'noni aytadi. Bu emas. Demak, bizda javob qaysi ekan? 3 bo'ladi bolalar. 3. Xo'p, tarjimalarini yoza olmayman. Yozsam ko'p vaqt ketib qoladi. Shuning uchun ovozda SMS-da yozib ketyapman. Xudo xolasa gruppaga tashlab beraman, kanallarga. Birinchi dars bo'lgani uchun. Lekin keyinchalik video tasvirlangan keyin aytaman. Xudo xolasa barchalarini yozib, chizuv qilib, o'quvchilarning bilimi mos keladigan gruppa onlayn dars ochganimda hammasini cho'tki qilib yozib beraman. Xo'p, endi ikkinchi rasmda to'g'ri javobni topishimiz uchun bizga tabiiyki eng legendarli muammo bo'ladigan ta qo'shimchalari bor. Bolalar, koreys tilida ta yoki dona qo'shimchalari bor. Bilasizlarki, bu ta qo'shimchalar 40 dan ziyod bo'ladi. 40 dan ziyod ta qo'shimchalari ko'pchilik bilgan ke, myong, mari va hokazo. Ko'pda endi bu. Ke odatda umumiy narsa buyumga ishlatiladigan bo'lsa, myong esa bu insonlarga nisbatan ta bo'ladi. Mari esa hayvonlarga nisbatan. Xo'p, bizda barcha so'zimizda bu yerda she'r rasm berilgani, mari ta qo'shimchamiz bor. Mari. Xo'p, yana chalg'itadigan tomonni shu joyda ketaman. Hamisha bu koreys nima deydi? Ta qo'shimchalari koreys son bilan birga kelish kerak bo'ladi. Koreys soni. Xitoy soni bilan berib siz adashish mumkin. Xitoy sonida berilgan javob berilsa xato bo'ladi. Demak, endi qaranglar, bu yerda raqamlarga qaranglar. Sa degan so'z bor, ne degan so'z bor. I degan so'z bor, yana ne degan so'z bor, sa so'z bor. Ikkalasidan ham Xitoy hamda koreys sanoqlarini adashtirib beryapti, sizni topish uchun. Shunda bizda she'rimiz koyangi desangiz, bu mushuk bo'ladi. Saji esa she'r. Koyangi degan ikkita javobni chiqarib olamiz bizda. 1 hamda 3 javob chiqadi. Bizda 2 bilan 4 qoladi. Xo'p, yaxshi. Shunda boya aytgan koreys sanog'ini topishimiz kerak bo'ladimi? Demak, bizda koreys sanog'i esa qayerda turibdi? 2 dami yoki 4 dami desangiz, mana bu joyda turibdi, mana ne turibdi. Sa esa Xitoy sanog'i, il samsa degan Xitoy sanog'i, ana universitetdagi, demak, ne koreys sanog'lari. Javob qaysi ekan shunda? 2 bo'lar ekan. Birgalikda men bilan testlab ketsanglar ham bo'ladi. Javobni ko'rib turibman, kommentariya qoldirganlar bor. Birdan tushuntirgunimcha javob topsangiz yozib ketishingiz mumkin. Demak, bizda 4 javobimizdan voz kechdik. Demak, tepada javobimiz 3 bo'ldi, bu yerda esa 2 bo'ldi. Navbatdagi, xo'p, o'quvchilarni qiynaydigan, nafaqat o'qituvchilar ham kerak bo'lsa, o'ylanib qoladi. Misol, men ham osmondan tushmaganman. Men ham o'ylanib, tahlil qilib topadigan javoblarim chiqib qoladi. Ya'ni bu to'g'ri kelmaydi degan. Bilgan bo'lsam tez aytaman. Hop, shunda qaranglar. Aloqasi bor bo'lgan barchasiga 1 ga ham, 2 ga ham, 3 ga ham, 4-chi so'zlarga ham mos keladigan fe'l topishimiz kerak. Chuda to'g'ri keladimi, hadami, chattami, tittami? Hop, keling. Ko'ramiz. Bu yerda panmal degan so'z bor. Panmal bu sensirab gaplashish koreys tilida. Noppunmal, chondinmallar sizlab gaplashishdi. Okey. Hop, endi mana bu yerda iyong, foydalanish degan so'z turibdi. Hamda so'ngim bu yerda pul yuborish degan ma'noni anglatadi. Hamda yagu esa beyzbol degan. Barchasiga mos keladi. Qaysi fe'l harakati? Chuda bermoq, hada qilmoq, bajarmoq, chatta bu yerda kepka tushib qolibdi, qidirmoq degan ma'no bildiradi. Hamda titta esa tinglamoq. Eng zo'ri, demak, bizda misol uchun birinchi so'zga bog'lab olamiz-da, hadeb borib kelmaslik uchun. Panmaril chuda.
nima deydi, sensirashni bermoq bo'lmaydi-da bolalar. Lekin panmaril hada desa bo'ladi. Okey. Panmaril chatda sensirashni izlamoq to'g'ri kelmaydi. Panmaril titda sensirashni tinglamoq so'zi bo'ladi. Xo'p, mayli. Lekin ikkinchi so'zga o'tganda iyonil titda iyon foydalanishni tinglamoq bo'lmaydi. Shunda avtomatik bizga 1 ham, 2 ham, 4 ham ketadi-da, javob mana menman deb turadi. Ya'ni bu degani panmal hada degani demak sensiramoq, iyon hada foydalanmoq, so'ngim pul yuborish hamda so'ngim hada pul yubormoq, yagu hada beysbol o'ynamoq degan ma'noni anglatadi. Alades, demak kimlardir test oldinga ketyapti. 4-test. 4-testimizga qaraylik. Pandemal, ya'ni boya test tushuntirayotganimda aytib o'tganim, sensirab gaplashish degan ma'noni anglatadi. Uzr, antonim degan ma'noni aytadi. Buni sinonimi mana bu yerga yozib ketaman, birato'la keyinchalik kerak bo'ladi. Pistanmal, ya'ni o'xshash so'z deb beradi. Biz so'zni tarjima qilsak. Biz buni sinonim so'z deymiz. Xo'p, endi switchiril kida. Bu ingliz tilidan olingan bo'lib, bolalar mana bu so'zni beradi. Switch, ya'ni ingliz tilida switch yoqmoq degan ma'noni aytadi. No, lekin koreyslarda bular mahalliy so'z sifatida o'zlashtirilgani uchun switchiril kyoda, ya'ni biz tilimizda aytganda svetni yoqmoq deyapti. Biz svet degan so'zni antonim emas, yoqmoq degan mana bu kida, kyoda degan so'zlarni antonim topishimiz kerak. Xo'p, qanday topamiz? Tatta yoqmoq to'g'ri kelmaydi. Yo'lda ochmoq to'g'ri kelmaydi. Chamgida berkitmoq to'g'ri kelmaydi. Javob qaysi ekan? Mana meni topib, demak 4-ta. Ya'ni o'chirmoq. Svetni o'chirmoq desa switchiril kida. Yoqmoq esa kyoda bo'lar ekan. Yaxshi. Demak 4ta testda ko'rib chiqdik. Endi navbat bizda pinkan so'zlari. Normal qiling. Xo'p, demak o'qiyman. 다음 주에 nimadir 이가 있습니다. 좋은 점수를 받으려면 열심히 공부해야 합니다. Ya'ni bu yerda aytadiki, kelasi haftada nimadir bor. Yaxshi bahoni olmoqchi bo'lsam, astoydil o'qishim kerak deb turib, ish kerak grammatikasi albatta zarur qo'shimchasi beryapti va bu yerda egalik qo'shimchasi kelyapti. Savol: yaxshi baho olishim uchun astoydil o'qishim kerakda. Bu yerda baho qayerda beriladi? Mantiqan o'ylaymiz. Va astoydil o'qish deganda nimaga beryapti? 1. Shiyom imtihon, parti bazm, hyuga ta'til, yaksob kelishuv. Demak, shunda kelasi hafta birinchida imtihonim bor, yaxshi baho olishim kerak deydigan bo'lsak, mos kelyapti. Bazmda baho olsa bo'ladimi? Yo'q. Hyuga ta'tilda baho olsa bo'ladimi? Yo'q. Kelishuvda ham avtomatik bo'lmaydi. Demak, javob qaysi ekan bolalar? 1 bo'ladi. Xiaomi ismida imtihonim bor. Qiyin emas bilganga. Xo'p, endi 6-test. 7-test ham ko'rinib turibdi. Xo'p, bilganga oson, to'g'ri tushunaman, lekin bilmaganga ancha qiyin. Shuning uchun to'g'ri ko'rib chiqinglar deyapman. O'ylantirib qo'ygan testlar hali bor oldinda. Bunaqangi test 100 ta. Hop, keyin PDF faylini tashlab bering deyapsizlar. Afsuski tashlab bera olmayman. Bu bir akamiz menga kecha kunduz nima desa bo'ladi? Ishlab buni kompyuterda tahlillab tashlab bergan. Bu tashlab bera olmayman. U akamizning roziligi kerak. U menga hech kim tarqatmasligini ifodalagan sababi o'quvchilarni imtihonga yaxshi tayyorlashingiz kerak deb bergan edi. No, lekin onlayn darsga qo'shiladigan bo'lsa, bu 100 tadan tashqari boshqa bir ko'rmagan testlar ham bor. Kitob imtihonda bemalol yuqori barab chiqishlar bo'ladi. 6-testni ko'ringlar, qaranglar. 월급이 생각보다 적게 들어온 것 같습니다. 급여 명세서를 한번 nimadir 봐야겠습니다. tarjima qilib beraman. Bitta tarjima qilib beraman o'quvchilar. Nuqta qo'yishdan orqali mana. Oyligim o'ylaganimga qaraganda ozroq tushganga o'xshaydi. Oylik kvitansiyani, oylik qarashoy desangiz ham bo'ladi. Bir bor nimadir qilib ko'raman ekanda deyapti. Xo'p, mantiq o'ylaymiz. Demak, meni o'ylashimga qaraganda oyligim oshsa, oylik qarashoy, ya'ni kvitansiyani bir bor men nima qilib ko'raman? Omgiyo, o'zagi omgida siljitmoq. pakkuda almashtirmoq. Chvisohada bekor qilmoq. Haginhada anolik kiritmoq. Shunda men oylik kvitansiyamni siljitib tashlaymanmi? Yo'q. Almashtiramanmi? Yo'q. Nima boshqasi bilan almashtiramanmi? Yo'q. Bekor qilamanmi oylik kvitansiyamni?
Bekor qila olmayman. Javob qaysi ekan? Albatta 4. Ya'ni aniqlik kiritib ko'raman degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Javob 4. Malades. Demak, oldinga ketyapsizlar. Harakat qilaveringlar. Ovozim yaxshi boryapti bolalar. 7-test. Yana Pinkan, bizda 8-testlar ham bor. Okey. 7-test o'qiyapman. 제 우산은 작고 nimadir. 접을 수도 있어서 가방에 넣어 다니기가 좋습니다. Meni zo'ntigim kichik va nimadir. Chopda degani bukmoq degani. Bukish ham mumkinligi sababli sumkaga solib qatnash oson deyapti. Endi mantiqni o'ylaymiz bolalar. Meni zo'ntigim kichik, nimadir. Bukish oson bo'lgancha sumkaga solib qatnashim yaxshi deyapti. Xo'p, nima bo'lsa shunaqangi sumkaga solish mumkin? 1. Kabyopsimnida, yengil. Teskari qo'ygan ekan. 2. Odupsimnida, qorong'u. 3. Mugopsimnida, og'ir. Hamda moshissimnida, chiroyli deyapti. Javob qaysi? To'ppa-to'g'ri, javob 1 bo'ladi. Bizda demak, sumkam agarda og'ir bo'lganda men zo'ntigim og'ir bo'lganda men sumkamga sola olmardim. Qorong'u umuman to'g'ri kelmaydi. Chiroyli desam men ko'tarib yurishim kerak, hammaga ko'rkam qilib. Bukish mumkin, sumkaga solib oson qatnash degancha yengil bo'lyapti. Yaxshi. 8-test o'quvchilar. 8-testni o'qiyapman. 어제 버스를 nimadir 타서 회사에 지각을 했어요. 다음부터는 번호를 잘 확인해야겠어요. Demak, 어제 degan so'zni bilamizki, o'tgan zamonga tegishli signal so'zi bo'lib kecha. Kecha avtobusga nimadir chiqqanligim sababli firmaga kech qoldim. Xo'p, endi shu joyda o'qiymiz. Nima sababdan kech qolaman? Misol avtobusga nima qilsam? Davom etamiz. Keyingi safardan raqamini yaxshilab aniqlik kiritib olib chiqaman shekilli deyapti. Xo'p, endi keyingi safardan o'ziga ham daryo va'da beryapti. 1. Ajik, hali ham. 2. Chalmot, xato. 3. Kakkum, ba'zan. 4. Miri, oldindan. Teskari yuramiz. Men birdaniga javob aytmayapman. Sababi undayapman javob topishinglarga bolalar. Sababi o'qituvchining uslubi shu bo'lishi kerak. Birdaniga javob aytib qo'ysam, meni keragim bo'lmay qoladi sizlarga. Kecha avtobusda oldindan chiqqanim uchun kech qolamanmi? Yo'q. Ketadi. 3ta. Ba'zan chiqqanim uchun firmaga kech qolamanmi? Yo'q. Xato chiqsam, okey. Hali ham chiqmasam bo'lmaydi. Hali ham degan so'zimiz kelasi zamon bilan keladi odatda. Javob tabiiyki, sizlar aytmoqchi 2 bo'ladi o'quvchilar. Yaxshi. 9-testlarimizdan уже test rukni o'zgaryapti, bolalar. Demak, savollarga javob bering deyapti. Bu juda ham oson test turlaridan biri. Ya'ni o'zi manaqada, misol uchun, sizlar ilk test ishlayapsizlar bilan. Ilk test ham rukunlari bo'ladi. Ya'ni men o'qituvchi sifatida va uzoq yillik tajribaga yondashgan holatda men sizlarga aytishim mumkin bo'ladi. Imtihon topshiruvchi uchun yengilroq test turlari bor. Ya'ni test tuzuvchilar aytadi. Xo'p, mayli, o'quvchi nechadir oy o'rgangan bo'lsin, nechadir muddat, qanchadir muddat o'rgangan bo'lsin, imtihon o'ta ham qiyin qilish bo'lmaydi. Ya'ni o'quvchining kayfiyatini ko'tarish uchun nisbatan osonroq testlar bo'lib qo'yadi. Hali detali insonda testda turadi. Ya'ni kayfiyati ko'tarilishi, bu testda to'g'ri, buni biz testda o'rganganmiz deb turib to'g'ri so'zni topadi, tahlil so'zini topib qo'yadi. Demak, mana 2 ball topdim yoki 5 ball topdim deb turib o'ziga qanaqadir energiya oladi. Shu testlarning turi mana shu 9-testlar. Buni sherigi ham keladi 10-testda. Endi bu yerda 10-testimiz sal boshqacharoq test, lekin imtihonda haqiqiy testda men doimo kelib chiqaman, yonma-yon keladi. Xo'p, endi bizda ushbu belgi tahlil belgisi, to'g'rimi bolalar? Birdaniga javob degandan ko'ra, qaranglar, tushuntiraman. Bu yerda tahlil grammatikasi bo'lgani uchun gaplarning oxiriga e'tibor bering. Oxirida grammatika lesu opta degan grammatika bor. Ya'ni biror narsa qila olmaslikni ifodalaydigan grammatika biri bo'ladi. Demak, qaranglar. Bu yerda bitta grammatika bor, ikkinchi grammatika bor, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Shunda avtomatik jonivor 3 ketadi. Garchi o'qmasa ham. Tushunyapsizlarmi? Endi uchala javobdan birini ko'rib chiqamiz. Birda o'rinchog'oro kalsi opsimida o'ng tarafga keta olmaysiz. To'ppa-to'g'ri o'ng tarafga keta olmaymiz. Bu yerda unaqa javob yo'q, ketadi. Ikkinchi ketadigan javobimiz
to'rtga qaranglar. 왼쪽으로 갈 수 없습니다. 왼쪽 bu chap taraf, o'rinchoq o'ng taraf ekan. To'g'ri, chap taraf yura olmaymiz. Endi bizda noto'g'ri javob, misol uchun taxlov so'zimizga mos keladigan javobimiz 2 qolyapti. To'g'ri 갈 수 없습니다. To'g'riga yura olmaysiz deyapti. To'g'ri. Demak, javobimiz bizda to'g'riga yura olmaysiz degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. 왼쪽 demak chap ekan, o'rinchoq o'ng. Juda ham yodlash oson usullari bor buni. Nima bo'ldi 3 deb so'rashingiz mumkin. Uhejon degan so'zimiz bor. Uhejon bu o'ngga burilish. Xuddiki mana bu birinchi testimizda ham o'rinchoqda sinonimi uhejon. Chahejon, uhejon deydi. Ularni ko'rib chiqamiz. Bularni qayerdan o'rganamiz? Hozir men birdaniga testga ketganman-ku. Mana bu testlar orqali mana hozir boshqa testlar ko'rsatyapman sizlarga. 600 talik, 700 talik. Mana shu testlarni ishlash davomida bularni ko'ramiz. Onlayn dars taqdimotini tushuntiraman, xudo xolasa, keyingi darsda. Hozir bir qator sizlarni ko'rib chiqyapmiz. Endi 13 test o'tyapmiz bolalar. 고용노동부 고객상담센터에 전화번호를 알기 위해 nimadir. Bu yerda biroz qiyin so'zlar. Ya'ni sizlar uchun. 고용노동부 degani bolalar Koreyada sizlarga ish bilan ta'minlaydigan bir tashkilot. Ya'ni bandlikka ko'maklashish markazi desangiz eng oson bo'ladi. Koreyaning migratsiyasiga butun. Bandlikka ko'maklashish markazi 고객상담소 call center'ning telefon raqamini bilish uchun demak bizda qaysidir raqamni telefon qilishimiz kerak. 114 gami, 131 mi, 115 mi, 1350 mi? Qaysidir qilishimiz kerak. Xo'p, 114 qanaqa raqam desangiz, Koreyada odatda 114 bizdagi qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, ushbu ma'lumot, misol uchun menga prezident misol uchun qabulxonasi nomeri kerak deydigan bo'lsam, mana shu 114 telefon qilsam aytib beradi. Shuningdek, biror bir aloqa markazini telefon so'rasam aytib beradi. Lekin afsuski bu emas. 114 emas. Sababi aynan bu markazning nomeri bor. Xo'p, endi 115 ham ma'lumot beradigan joy, lekin aynan buniki emas. 131 ob-havo ma'lumot beradigan call centerdagi va shunda to'g'ri javobimiz avtomatik 4 bo'ladi. Ya'ni 1350. 1350 demak Koyondodobu. Koreyani demak bandlikka ko'maklashish markazining nomeri bu bo'ladi. Demak bizda javob 4 bo'ladi. Xo'p, demak hozir hammasi yaxshi bolalar. Agar yaxshi desangiz, plyus qo'yib yuboringlar. To'g'ri ketyapmizmi? 10 ta test ishlab bo'ldik. Shuncha mehnatimiz anaqa qolmasin. Mana zaps bo'lyapti. Baribir sizlar bilan ishlagan boshqada. Demak, plyus qo'yilyapti, yaxshi. Xo'p, endi manaqada, misol uchun shu joyda, mana bu joyda biroz tushuntirdimmi? O'quvchilar yangi ko'rib kelganlar borda, domla siz buni qaysi raqam qaysiligini bilganingiz uchun belgilayapsiz, biz bilmaymiz. Deyish tabiiy. To'g'ri. Bugun shuning uchun sizlarga bir qator test qanday bo'lishlarini ko'rsatib o'tyapman. Buning uchun esa hozirgi ko'rsatib o'tgan 5 ta kitobni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Onlayn taqdimotda, onlayn darslarda xullas. Offlaynda ham o'zi ko'rib chiqamiz-ku. Juda ham katta masshtabda test ko'rib chiqamiz. Eng kerakli joylarini xudo xolasa. Xo'p, endi 11-test o'tyapmiz. Mana bu 912 degan yozuvlarga e'tibor bermanglar. Bular haligi tahrirlayotganda o'zi kopiya qilingan narsalar. Bizda mana 11-testga keldik. o'qiyapman. Nima deyilgan ekan? 다음 안내문에 대한 설명으로 다르지 않는 것을 고르십시오. Ya'ni bu yerda aytiladi bolalar. Quyidagi e'longa doir tushuntirishda nima deydi? Boshqa bo'lmagan javobni belgilang. Ya'ni o'zgacha bo'lmagan javobni belgilang deyapti. Ya'ni o'zgacha bo'lmagan degani to'g'ri javob toping deyapti. Lekin mana bu ko'pchilik G antagrammatikasini ko'rib turib, noto'g'ri javob topish kerak ekan deb tisak urib qo'yadiganlar bor. Shuning uchun savolni to'g'ri tushuninglar deyman. Endi sizlarga qanchalik yaqin ko'rinadi bilmayman. Endi men yaqinlashtirib beraman o'quvchilar. Xo'p. Nisbatan yaqin ko'rindi, menimcha o'quvchilar. Xo'p, endi o'ng tarafdagi javoblarni ko'rishdan avval men sizlarga bir qator ma'lumotlar tushuntirib o'taman. Bu yerda sababi 11-testimizda chap tarafda ma'lumotlar berilgan. Bu yerda ma'lumot aytadiki, 할머니 할아버지를 위한 internet 교실. Ya'ni aytiladi, nima deydi? Momo deymizmi yoki ena va bobo bo'ladi. Buvi hamda bobolar uchun internet o'rgatish sinfi. So'z tarjimasi shunaqa. Internet o'rgatish markazi desa zo'r bo'ladi. Xo'p, endi T-san degan so'z turibdi. Nomzod. Nomzodlarni qaranglar.
65세 i상 namnyo 20명, ya'ni 65 yoshdan yuqori erkagu ayol 20 ta odam bo'lar ekan. Ilshi soat va kuni 매주 토요일 har hafta shanba kuni ojon 10시 12시 그다음에 ertalabki 10dan 12gacha 10시부터 12시까지 총 10회 10회 o'zi jami 10 ta dars bo'ladi ekan. Shinchon ariza qilish 10월 29일 금요일까지 ya'ni 29-oktyabr juma kungacha 전화 신청 telefon orqali ro'yxatdan o'tilar ekan. E'tibor bering, yulduz javob. 수업 교재 dars uchun kitob 인터넷은 쉬워요를 모두에게 드립니다. Ya'ni darslik degan kitob nomi internet bu osondir deb nomlangan kitob ekan va buni barchaga beramiz deyapti. Hanguk Noin Tehak Koreya qariyalar instituti deb qo'ydi markazi. Demak, telefon raqami. Endi bolalar, buni men minus qilaman, to'g'ri sizlarga javoblar ko'rinish uchun. Endi bu yerda ma'lumot eslab qo'ygan bo'lsalar, bitta tahlil qilamiz. Birda aytadi, 60세 할머니도 참석할 수 있습니다. 60 yoshli buvi ham, e'tibor bering, buvi ham ishtirok etsa bo'ladi deyapti. Bu yerda necha yoshdan katta edi bolalar? 65 yoshdan kattalar edi. To'g'ri javob to'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri, noto'g'ri javob. Ikkinchi testda 전화로 신청할 수 없습니다. Telefonda ro'yxatdan o'ta olmaysiz deyapti. Bizda nimadan ro'yxatdan o'tish kerak edi? Telefondan. Tabiiyki, demak, X qilamiz. Uchinchi javob. 누구든지 교실에 참여할 수 있습니다. Kim bo'lmasin sinfga ishtirok etsa bo'ladi. Afsuski kim bo'lmasin bo'lmaydi-da. 65 yoshdan katta, bor yo'g'i 20 ta erkak ayolni qabul qilar ekan. Va to'rtinchi javob. 일주일에 2시간 internet 배울 수 있습니다. Bir haftada 2 soat internetda o'rgansa bo'ladi. Javob qaysi? Javob to'rt. Qanday olyapti? Mana bu joyda soat 10 dan 12 gachani olyapti. Har hafta shanba kuni. Bir haftada 2 soat. Demak, shanba kuni hisoblasak, har hafta deyapti-ku. Xo'p, demak bizda javob 4 bo'ldi. Endi 12-test o'tyapmiz. Mana jonajon grafika. ko'proq kelmabdi, bitta test ekan xolos. 다음 그래프에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Elbek oldinga ketyapsiz. Yaxshi. Ya'ni bu yerda aytadi o'quvchilar, quyidagi grafikaga doir tushuntirishdagi to'g'ri javobni belgilang. Xo'p, yengil tushuntiradigan bo'lsam, grafikani ishlash uslubi bor. Ya'ni eng oldi so'zlarimizning biri pan, 절반. Ya'ni bular yarim degan ma'noni anglatadi. Yarim degan ma'no. Ushbu yarim yodda tuting o'quvchilar, qachonki 100%lik mana bunaqangi dumaloq shakldami yoki umuman tikka shakldami grafikalar berilgan bo'lsa, diagrammalar 100% deb olasiz. Va shundan pan, cho'lpan, isan, yarimidan ko'p, yarimi degan gap bo'lish uchun 100 dan 50% bo'lsagina yarim bo'ladi. Lekin 49.9 bo'lsa bu yarim bo'lmaydi. Odatda imtihonda eng chalg'itadigan usuli bu. Mana shunaqangi 50 ga yaqin berib qo'yapti, insonlar "Hayır, yarim ekan" deb tirs urib qo'yadiganlar bor. Afsuski bunday bo'lmaydi. Yarim deyish uchun 50 yoki 50 dan o'tish kerak. Endi yarimidan ko'p bo'lish uchun esa o'quvchilar 50.10 dan 1 bo'lsa ham o'tish kerak. 50 ham yarim bo'lmaydi, yarimidan ko'p bo'lmaydi. 50.10 dan 1 bo'lish kerak. Xo'p, endi yana bir so'zlar bor. Misol uchun chokda oz degani, nima desam, manta ko'p degani, bu narsalarni hali ko'p o'rganish kerak. Bitta videoda tushuntirib bo'lmaydi. Hop, endi bizda video deyman. Mana bu rasmni yaqinlashtirib bersam, shtobi yaqinroq ko'rinadi. Mana rasm yaqinlashdi. Hop, bu yerda rasmga e'tibor beringlar. 편리한 대중교통, qulay jamoat transport degani 49%. E'tibor bering, yarim emas, yarmigacha. Yarim emas. Keyingi o'rinlarda bu birinchi o'rinda ekanda bolalar, eng ko'p ekan. Ikkinchi o'rinda mana bu Hanguk drama va K-pop. Koreya seriyalari va K-poplar 23% bilan ikkinchi o'rinda. Uchinchi o'rinda esa bizda 깨끗하고 안전한 환경, toza va xavfsiz muhit berilgan so'zimiz 20% da uchinchi o'rinda. Va oxiri Hanguk imshik Koreya ovqatlari 11% bilan 4-chi o'rinda turibdi. Endi mana shu joyda bir-biriga taqqoslab beradi o'quvchilar. qaranglar. Birda 대중교통이 편리하다는 용담이
절반이 넘습니다. 곧 mana o'sha yerda ifodalayotgan narsani chiqib keldi. Qaranglar. 절반 degani mana bu yerda tushuntirgandek yarmi degan ma'noni bildiradi. Bo'lib ham yarmidan nomda ko'p deyapti. Yarmidan ko'p narsa bormi bu yerda? Yo'q. Avtomatik ketadi bolalar. O'qib ham tarjima ham qilishga kerak yo'q. ikkida 한국 드라마 와 K-팝이 좋다는 응답이 가장 많습니다. Ya'ni 한국 드라마si va K-poplar yaxshi deb javob berganlar eng ko'p deyapti. K-pop eng ko'p emas, bu yerda ikkinchi o'rinda turibdi deydi. Demak, bu avtomatik ketadi. 가장 많습니다, 가장 좋습니다 so'zlar bor va hop, keyingisi 3다. 깨끗한 환경을 선택한 사람이 두 번째로 bo'lishi kerak edi. Ansibida qo'yibdi. Xullas, 많습니다. Pokiza muhitni tanlagan odamlar ikkinchi o'rinda ko'p. Pokiza delar 3-chi o'rinda turibdi bu yerda. ikkinchi o'rinda emas. Ketadi va oxirgi javob. 한국 음식을 선택한 사람이 가장 좋습니다. Koreys ovqatlarini tanlagan insonlar eng ozi, 가장 좋습니다. Demak, javob bizda 4. Qaytaraman o'quvchi, oramizda yangi kelganlar bo'lsa, birdaniga javob aytish boshqa. O'quvchilarga tushuntirib o'tish boshqa-da. Shuning uchun men bitta-bitta tushuntirib ketyapman. Agarda birdan javob aytib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? 20 minutga ham bo'lmay, 10 minutga ham bo'lmay tugatib qoladi tez. Shuning uchun bitta-bitta sizlarga iloji boricha tushuntirishga harakat qilyapman, bitta tarjima qilib. Xo'p, qotib qoldi degan odamlar yozyapti. Balki bular endi efirga uzilgan bo'lsa kerak. Bo'lmayapti. Qolganlarda hammasi yaxshimi? 13-chi test o'tyapmiz. Test ishlayotganlar yaxshi deyapsizlar. Normal ketaveraylikmi? Davom etaveraymi? Plus minus qo'yib turinglar. Yaxshi. Balkim yangi qo'shilayotganlar qiyin bo'ladi shekilli. Xo'p, qani bu yerda nechta odam qo'shilayotgan ekani menga noaniq. Xullas, men davom etyapman demak. Hammasi yaxshi deyapsizlar. Demak, 13-test. 13-testda pinkan plus grammatika kelyapti bolalar. Men yozib qo'yganman, grammatika. Grammatika emas bu. Grammatika. Ya'ni siz faqatgina so'z orqali topa olmaysizlar. Grammatikani ham yaxshi bilishingiz kerak o'quvchilar. Xo'p, bu yerda savolda beradi. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Ya'ni bo'sh katakka mos keladigan eng to'g'ri javobni belgilang deyapti. Xo'p. Shaxsiy xat yozyapsizlar. O'qiyapman. Xo'p, endi test o'qiyman, chalg'imay. 두한 씨가 퇴근 후에 노래방에 가자고 했습니다. 그렇지만 저는 몸이 안 좋아서 집에 느마들 했습니다. Yani Tuan ishdan chiqqandan so'ng karaoke'ga boraylik dedi. Grammatika bor. Laylik qo'shimchasi. Lekin men tanam yaxshi bo'lmagani uchun, ya'ni og'ir betobligim sababli uyda nimadir. Endi bu yerda tabiiyki grammatika bor. Xo'p, endi mana bu joyda chibe so'zidan qaysi so'z hamda grammatikaga mos keladi? Bu yerda ko'rib turibmiz. Grammatika tago hamda niago grammatikalar bor. Hop, qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, tago grammatikasi o'zbek tilida deb tarjima qilinadi. Niago deb yozilayotgan grammatikamiz esa savol shaklida beradi. O'zbek tilida ligini deb tarjima qilinadi. Hop, shunda men Tuan karaoke'ga boraylik dedi, lekin men og'riyotganim uchun, betoblik uchun uyda nimadir. Hop, Pogetdagi ko'raman deb 2 fanniyago ko'rishligini 3 shvigetdagi dam olaman deb 4 shionyago dam olishligini. Qaysi javob keldi? Tabiiyki bizda javob qaysi bo'ldi? 3 bo'lyapti. Tarjima qilib berdim. Xo'p, nima sababdan 1, 2, 4 javoblar ketib qolyapti? Sababi, men hozir tushuntirganimki, niago qo'shimchamiz ligini ma'nosini beradi. Odatda kimgadir savol berganda. Misol uchun, nima desak bo'ladi tilda? 9-mart kuni registratsiya bo'lishligini so'radim. Misol, kimdan so'radim? Akmaldan, Dilshoddan, Sarvardan so'radim. Xuddi shunaqangi holatda ishlatamiz. Lekin tago grammatikasi tago hada deb aytmoq deb tarjima qilinadi. Shunda o'zini gapini aytyapti-da, birovning gapini emas. Sababi Tuan karaoke'ga boraylik dedi, lekin men rad qildim. Men betobligim uchun uyda qolaman dedim. Uyda dam olaman dedim.
Shuncha javob bu yerda 3 bo'ladi. Bu yerda 4 deb belgilaganlar bo'ldi. 13 ga afsuski bu emas. Balkim boshqa testda ustimi? Xo'p. 14-test. Yana test qilyapti Pinkan. Test o'qiyman. 집에서 요리를 했습니다. 그런데 감자를 썰다가 손을 느마들 용고를 빠르고 멘트를 붙였습니다. aytadi bu yerda. Uyda ovqat qildim xullas. Uyda ovqat qildim. Biroq kartoshkani solda kesayotib, taga qo'shimchamiz ayot ma'nosini bildiradi. Kesayotib qo'limni nimadir malham surtib, bint nima deydi, putyosini yopishtirdim deyapti. Bintni. Bandaj xullas. Savol. Mantiq o'ynaydigan bo'lsak, kartoshkani archayotgan paytimda qo'limni nima qilaman? Pichoq bo'lsa qo'limda. Tabiiyki kesib olaman, to'g'rimi? Endi to'g'ri, kesmoq degan so'zimizni ham bilganlar biladi, lekin bilmaganlar bilmaydi. Ikkita fe'l kelyapti, qaranglar, bu tomonda. Shitta fe'limiz bor, yoki peda so'zimiz bor. Endi shitta so'zimiz ham test tuzuvchilar ham oson qilmaydi-da, sal o'ylashingizni talab qilib turib, ikkita javobga berib qo'yadi. 1-2da shitta so'zi, ya'ni yumoq ma'nosini beryapti. 3 bilan 4da esa peda, ya'ni kesmoq ma'nosini beradi. Xo'p, endi mayli, sizlarga yordam deb 1 bilan 2 ni kesib olib tashladik, sababi yumoq ma'nosi bor ekan. Endi shunda grammatika miyon qo'shimchasi bilan ishlatamizmi, asosi bilan ishlatamizmi desangiz, qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, miyon o'zbek tilida sa ma'nosini beryapti. Asosi qo'shimchamiz odatda ligi uchun deb tarjima qilinadi yoki bo'lmasam ib deb tarjima qilinadi. Endi tarjimaga qaytamiz. Biroq kartoshkani kesayotib qo'limni kessam deb uchini qo'ysak, xuddiki bu kelasi zamonda mabodo men qo'limni kesib oladigan bo'lsam, malham surtayman, bint yopishtiraman, bandaj yopishtiraman deyman, lakoplast yopishtiraman deyman. Deydigan bo'lsam, afsuski mana bu joyda o'tgan zamon beryapti-yu. Kesib bo'lgan zamonlar o'tgan zamonda beradi. Gapda chalg'itish uchun chalg'imanglar. Siz garchi so'zni, fe'lni aniq topishingiz mumkin, lekin grammatikani to'g'ri qo'ya olmasangiz, baldan ayrilasiz o'quvchilar. Demak, javob qaysi ekan? 4. Ya'ni qo'limni kesib olganligim uchun men ham surtdim, xullas bint yopishtirdim deyapti. Javob 4. Okey. 15-test. Mana endi kattaroq matndan keladi. Hop, avvallar test juda ham ko'p o'rgatganman. Misol uchun, xudo xolasa, yaqinda testlardan boshlaymiz, registratsiyadan keyin. Topik, epistopik, endi shu imtihonlar ichida yurganimga ham где-то nechi 2010-yilda boshlagan bo'lsam, mana 2026-yil, 16 yil o'tibdi. Garchi o'rtada Koreyada bo'lib kelgan bo'lsam, men unda ham dars berganman. Shunda ham o'quvchilarda har xillarni ko'raman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ushbu testlarda 15-test pasi afsuski vaqt ko'p oladi deysizlar. Matn katta-yu, berasizlar. Matn katta beriladi. O'qigunizcha vaqt ko'p bo'ladi. Endi o'ylaylar, ilk tetki testlar uchun maksimal 50 minut. Shunda bo'ladigan bo'lsa 25 minut tetkiga, 25 minut ilkiga bo'ladi. Xayriyatki, imtihon kelganida hali chiroyli hammasini o'rgataman, bahs bosishni bosqich. Tetkida 10 minut ishlab qo'yib turib, 50 minut davomida ilki ichasiz ham bo'ladi. Yoki aksincha, ilkida 10 minut ishlab qo'yib turib, tetkida 50 minut ichasiz ham, 40 minut ichasiz ham bo'ladi. Bu sizni qaysidir yo'nalishga ustunligingizga bog'liq. Hop, mayli. 15-test chiqaringlar. ta'm을 읽고 무엇에 대한 그린지 고르십시오. Ya'ni aytadiki, quyidagi matnni o'qib, nima haqida matnligini belgilang deyapti. Endi matnni o'qib tarjima qilib ketaman bitta bolalar. 저는 한국에 온 지 벌써 3년이 됐고 다음 달이면 계약 기간이 만료됩니다. tarjimasi shu joygacha bo'ldi. Men Koreyaga kelganimga allaqachon 3 yil bo'ldi va kelasi oy bo'lsa shartnoma muddatim tugaydi deyapti. Eslab qolyapsizlar. 사장님께서는 계약 기간은 1년 10개월 더 연장하자고 하십니다. tarjimasi. Boshliq shartnoma muddatini 1 yil 10 oyga yana cho'zdiraylik deb aytmoqdalar. 월급도 더 올려주겠다고 하십니다. oylikni ham yanada ko'tarib beraman deyaptilar. 저는 좋은 조건이라고 생각이 되어서
계약을 연장하려고 합니다. ya'ni men yaxshi nima deydi imkoniyat desam bo'ladi, yaxshi shart deb o'ylab shartnomani cho'zdirmoqchiman. O'zingiz o'tiribsan degan gap qoladi. Hop, shunda bolalar nima haqida gap ketyapti? 1. Ommu pyongyong ishni o'zgartirish. 2. Kunlo kigan ish muddati. 3. Kunlo keyak ish shartnomasi. 4. Ommu shigan ish vaqti. Hop, o'sha mana bu yerda ikkilanishni boshlagan o'quvchilar bor. Qaranglar, nima sababdan kelinglar uchun haligi ikkita noto'g'ri javob olib beraman, ikkita ikkilanayotgan javob qoladi. Bu yerda o'quvchilar 1 bilan 4 ketadi. Nima desangiz, ishni o'zgartirish haqida bu yerda matn ketmadi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, ish vaqti haqida ham gap ketmadi. Agarda ikkalasi haqida gap ketganda, men biror joyga o'zgartirmoqchiman degan birorta gap chiqish kerak edi. Shuningdek, mo soatdan mo soatgacha ishlaymiz degan birorta gap bo'lish kerak edi, o'ylab turishimiz uchun. Shunda 1 bilan 4 ketdi. Shunda 3 bilan 2 qolyapti. Ya'ni 3 dagi ish shartnomasi hamda ish muddati. Xo'p, o'sha mana bu kommentariyada o'sha javob yozyapti. Kimdir 2 deyapti, kimdir 3 deyapti. Ya'ni e'tibor bering, bu yerda matnda kunlo keyak bitta, kunlo keyak kigan bitta, yana katta keldi. Yonjan hadani uzaytirish ma'nosini beradigan bo'lsak, shartnoma muddati tugashi, shartnoma muddatini qo'shimcha qo'shishligi oladigan bo'lsak, bizda javob bo'ladi bolalar 2 bo'ladi javob. To'g'ri, 2 qilganlar. Xo'p, endi nimaga 3 emas 2 lantirib qo'ydi deb o'ylanayotgan bo'lsanglar, tushuntirib o'taman. Agarda keyak so'zi kunlik ish shartnomasi kelganda, bu yerda matn qanday bo'lishi kerak edi? Quyidagicha bo'ladi. Agarda siz Koreyada keladigan ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga birinchi o'rindan imtihondan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu imtihonni o'tganingizdan so'ng sizga shartnomalar beriladi. Shartnomada quyidagicha nima deydi, tartiblar bo'ladi. Birinchi o'rinda ish soatingiz 10 dan 10 gacha bo'ladi. Bir marta zavod bilan korxona shartnomangiz eng kami 1 yildan bo'ladi yoki 3 yilgacha bo'ladi. Ish shartnomangizda ichida misol yotoq joyi, ish soatlari, necha pul berishlari, shunaqa narsalar batafsil yotish kerak bo'ladi shartnomada. Endi buni 3 ta xo'p xato qildik. 1 bilan 4 dan xato qildik. Nima endi 2 ni belgiladi desangiz, muddat haqida ketyapti bolalar. Shartnoma muddati tugashligini, ID kartasidagi muddati tugashligini va qo'shimchasiga yaxshi sharoit, ya'ni sajani buni boshlig'i bunga taklif qilyapti. Davayte, falonchi, biz zavodda yana qolgin, sendan zo'r ishchi yo'q deganda qilib yana bir yil uni taklif qilayotganini qilib muddatga uramiz, ish muddatiga. Okey. Demak, 2 bo'ldi. Maza qilyapman testlash. Ancha bo'ldi bunaqa testlamaganman. 1.5 yil bo'ldimikin? Xo'p, 16-testda o'qiyapman bolalar. Yana xuddi shunaqa muvasalat nima haqida gap ketyapti? 한 주에 마무리를 회식으로 하는 한국의 문화는 최근에 비판을 받고 있습니다. nima deyapti? Xullas, hozir ikkita ishlatganim uchun. Xullas, ustidan yurgizib beraman. Xullas, bir haftalikni yakunini ziyofat sifatida nishonlayotgan Koreyaning madaniyati oxirgi paytlarda e'tiroz bo'lyapti. Ya'ni diqqat markazida bo'lyapti, e'tirozli bo'lyapti. 왜냐면 회식을 참여하면 술을 마셔야 하기 때문입니다. aytadi. Chunki ziyofatga ishtirok etadigan bo'lsangiz, aroq ichishingiz kerak bo'lishligidadir. 그러나 요즘은 회식 때 술을 안 마시는 회사가 늘고 있습니다. ya'ni biroq uzraman ketib qoldi. Qanisa biroq shu kunlarda ziyofat paytida aroqni ichmaydigan firmalar ortib boryapti. 술자리 대신 카페를 가거나 맛집을 탐방하는 경우가 많아지고 있습니다. ya'ni aroq o'tirishlar o'rniga kafega borish yoki tamadduxonalarni ko'zdan kechirish holatlari ko'paymoqda deyapti. Xo'p, o'quvchilar, savol. Asosiy matn javobga o'tishdan avval nima haqida ketyapti? Heshik, ya'ni ziyofat. Koreyada shunaqa ziyofat borki, odatda mana javobga o'tishdan aytyapman. Misol o'zim 8 yil davomida ishlab kelganman, sizlarga aytishim mumkin. Ha, haqiqatda Koreyada ziyofatlar bo'ladi. Biz ziyofat deymiz. Nima deydi? Ular maqsadi ziyofat qilishdan maqsad. O'tirish deb aytsangiz ham bo'ladi.
hordiq desangiz ham bo'ladi. Ishdan keyin bular ishdagi muammolarni hal qilish uchun, hamkasblar bilan bir-birlarini inoqlash uchun, ishda o'zi bilan yaqindan tanisha olmaydiganlar uchun imkoniyat bo'lish uchun qiladi. Va asosiy maqsadi heshik qilishdan. Kompaniya buni qilib berishning sababi ishxonada ishchilarini yanada sidqi dildan ishlashligini, bir-biri bilan hamjihatli bo'lishini qilish uchun ishlatiladi. Bu ziyofat qiladi. Xo'p, endi matnga javob topishimiz kerak. Bir, heshik munhayatihan tanson. Demak, ziyofat madaniyatiga doir rozilik haqida gap ketyaptimi? Yo'q, bu yerda rozilik. Ziyofat madaniyati haqida rozilik haqida gap yo'q. 2. Heshiketihan bipan. Ziyofatga doir e'tiroz. E'tiroz desiz, mana bu joyda bu so'z chiqadi. Bipan albatta e'tiroz bo'lyapti oxirgi paytlarda. Chunki ziyofatga ishtirok etganda araq ichish kerak. Biroq shu kunlarda ziyofatda araq ichmaydigan firmalar ko'payadi deyapti. Xo'p, mayli, tashlab ketamiz. Chizib qo'yamiz. 3. Heshik munhayib kunha. Ziyofat madaniyati o'zgarishi. O'zgarib boryaptimi? Ha. Sababi araq o'tirishlar o'rniga kafega borish, tamadduxonadan demak, nima deydi, ko'zdan kechirishlar chiqyapti. Ikkinchi javob ham chiqdi. 4. Heshik haji maljanin egan. Ziyofat qilmaylik degan fikr bo'layotgan. Bu yerda qilmaylik degan kimdir fikr aytdimi? Yo'q. Bizda bolalar demak ikkita javob chiqadi. 1 bilan 4. Shunda 2 bilan 4. Ya'ni bizda ko'cha tilida aytganda 50% da ikkita javob qoldi. Qaysi biri ustun qiladi desangiz, bipan degan so'zimiz bor. Mana bu joydan dumaloq qilib beryapman. E'tiroz bo'lishi. Lekin chuqurroq kirsak, bunga ishxonalarda oxirgi payt aroq ichmaydigan kompaniyalar ko'payib borishligi, aroq ichish o'rniga kafega, tamadduxonalarga tashrif buyurishlarni berib o'tyapti. Shunda muvosiyat degan nima haqida gap ketyapti degan bo'lsak, javob madaniyatini o'zgarishi, yonxo haqida. Haladiz. Javob topganlar 3 bo'ldi. 2 emas. Agarda 2 bo'lganda e'tiroz degandan so'ng insonlar bu gapda to'liqonli ketish kerak. Misol uchun nima sababdan? Aroq ichish kerak bo'ladi, chet elliklar buni nima deydi? Ich olmaydi, turli xil diniy vakillar bor. Ba'zi bir insonlar buni nima deydi? Yoqtirmaydi. Shuningdek, ba'zi bir insonlar aroq ichadigan insonlar o'tirish xohlamaydi deb turib, mana shu pippanda e'tirozini davom etish kerak edi. Chunki javob yerda 2 ketdi. Javob 3 bo'ldi. 17. Endi bu yerda bolalar beryapti. Neyong va katta. Mazmuna o'xshash javob toping. Xo'p, tushuncha berib ketaman. Bolalar, neyong va katta javoblarni topishimiz uchun mana shu berilgan katta matnning qaysidir qatoridagi gapi xuddi shunga o'xshagan mazmuni bizda ushbu 4 ta javobning birida berilgan bo'ladi. Qaytaraman. Bizga berilgan ushbu kattagina matnning necha qator? 5 qator bo'lsa, 5 qator berilgan matnning umumiy mazmuni emas. Qaysidir qatoridagi gapida o'xshash birga bir gap shunchaki ko'chirib qo'ygan bo'ladi. Qani ko'ramiz. O'qib olaylik. Xo'p, hammasi yaxshi bo'layotgan bo'lsa, yaxshi yoki plyus qo'yib beringlar. Xo'p, 저희 제일 친한 한국 친구 민수입니다. ya'ni mening eng yaqin koreys do'stim bu Minsu. 그런데 우리는 성격이 아주 다릅니다. biroq bizning xarakterlarimiz juda ham boshqacha, turli-turlicha deyapti. 저는 활발하고 말을 많이 하는 편인데 민수는 조용하고 생각을 깊게 하는 편입니다. tarjimasi. Men kirishuvchanman, gapni ko'p gapiraman, ko'p gapiradigan insonman. Minsu esa og'ir bosiq, aytmaydi, o'ylarni chuqur o'ylaydigan tomondan, ko'p o'ylanadigan odamlar deyapti. 그래서 고민이 있을 때 민수에게 이야기를 하면 민수는 그때마다 잘 들어줍니다. shu sababli o'ylarim ko'p bo'lgan paytda meni Minsuga gapirsam, Minsu har shu paytda yaxshi eshitib turadi. Ya'ni demoqchimanki, meni o'y fikrlarim ko'p diqqat bo'lib qoldi. Shunda Minsuga aytsam, Minsu meni yaxshi tinglaydi demoqchi. Xo'p, endi bu yerda ikki insonning xarakteri, gapirayotgan inson demak kirishuvchan ekan, do'sti Minsu esa koreys do'sti og'ir bosiq. Ko'p o'ylanadigan, og'ir, nima deydi? Chuqur o'ylaydigan inson ekan. Endi javob topamiz. 1.
이 사람은 고민이 생기면 민수에게 이야기합니다. Bu odam, ya'ni gapiruvchi inson, yozayotgan inson. O'y tashvishlari paydo bo'lsa, Minsuga gapiradi. Gapiradimi? Ha, bu yerda Minsu gapiraman, o'y tashvishim bo'lgan paytda Minsu gapiraman dedimi? Ha. Birdaniga to'g'ri demayman. Hozircha javob bor. 2. 이 사람은 민수와 성격이 비슷합니다. Bu inson Minsu bilan xarakteri bir xil deyapti. Yo'q, afsuski ikki xil. Biri og'ir bosiq, biri ikkinchisi kelishuvchan. 3. 민수의 성격은 적극적이고 활동적입니다. 민수도 xarakteri aktiv va faol deyapti. Afsuski, Minsu emas, meni xarakterim shunaqa edi. Og'ir bosiq. 4. 민수는 말하는 것을 좋아합니다. Minsu gapirishni yoqtiradi. Kim yoqtiradi? Menmi, Minsumidi? Men. Demak, javob qaysi ekan bolalar? 1 bo'lar ekan. 4 deb belgilaganlar bor edi, 3 belgilagan bor edi. Nega? Xato qildinglar bolalar. Bu yerda kopiya qildi-yu. Eng oxirida gapni shunday kopiya qilib qo'ydi. Boyatdimi sizlarga? Hop. Oxirgi testlar qolyapti, biroz qiyinroq testlar. Shuning uchun videoni tomosha qilayotganlar iloji bo'lsa plus qo'yib yuboringlar. Hamma mos kelayotganligini, eshitayotganligini, ovozim bor ekanligini isbotlash uchun. Shunchaki plus yoki yaxshi ketyapti deb qo'ysalar bo'ldi bolalar. Yaxshi, men davom etaman. Hop, demak 18-testni boshladik bolalar. 우리 부서 사람들은 매운 음식을 가장 좋아합니다. Ya'ni tarjimasi. Bizni bo'lim insonlari, bizni bo'limdagilar desam bo'ladi. Achchiq ovqatni eng ko'p yoqtiradi. Xo'p, o'quvchilar, shu joyda sizlarga aytib o'tib ketaman. Yulduzcha qo'yapman. Bunaqangi katta ma'lumotlarni eslab qolish qobiliyatingiz ham bo'lishi kerak. Ya'ni berilgan ma'lumot ham tarjima qilib, ham yodda qolishingiz kerak. Ha deb nima degandim, tepada nima degandim demashingiz kerak. Demak, qaytaradigan bo'lsam tarjimalari. Biz bo'limdagi odamlar achchiq ovqatni eng ko'p yoqtiradi ekan. 그리고 단 음식도 즐겨 먹습니다. Shuningdek, shirin ovqatlarni ham mazza qilib yeydi ekan. Malades. 그렇지만 찬 음식을 좋아하는 사람은 아주 조금밖에 없습니다. Ya'ni shunday-ku lekin 찬 음식 degani sho'r ovqat degani. Sho'r ovqatlarni yoqtiradigan odamlar juda ham ozchilikni tashkil qiladi. Juda ham oz. Demak, ma'lumot eslab qolinglar bolalar. Shu joygacha bolalar, mana shu chizib qo'ygan joyimgacha bizni bo'limdagilar achchiq ovqatni yaxshi yeydi. Shuningdek, shirin ovqatni ham, shirin taomlarni ham yaxshi yeydi. Biroq achchiq, sho'r ovqatlarni yoqtiradiganlar juda ham oz ekan. Ketdik. 매운 음식 중에서는 찌개 종류를 가장 좋아해서 즐겨 먹습니다. achchiq ovqatlar orasida 찌개 degani sho'rva degani. Sho'rva turidagini eng ko'p yoqtirib, demak, zavqlanishar ekan. Qaysi ovqatlar orasida? Achchiq. Achchiq qanaqasi? 찌개, sho'rva turlari. 찌개 qo'yiq sho'rvada bu hali. Suyuq sho'rva bor, qo'yiq sho'rva bor. Mana bu joyga yozyapman. Kuk degani bolalar, kuk. Suyuq sho'rva. Ovozingiz uzilib kelyapti deyapti bolalar. Hozir qaraychi. Menda muammo bo'lyapti ekan. Demak, ovozim eshitilyapti. Ovozim yozilyapti. Balki internet pasmikan. Xo'p. Bilmadim. Ya'ni Wi-Fi bor, Wi-Fi ulangan. Xo'p, mayli, zapis bo'lyapti-yu, samgirani. Xo'p, demak, achchiq ovqatlarni yoqtiradi ekan, achchiq ovqatda ham bo'lib chigi, haligi qo'yiq sho'rvasini yoqtiradi ekan. Bolalar, suyuq sho'rva bor, qo'yiq sho'rva bor. Kuk suyuq sho'rva bo'ladi. Oxirgi gapimiz, ikkita gap. 그리고 떡볶이도 가끔 먹습니다. Shuningdek, 떡볶이 ham ba'zan yeb turishadi. 식사 후에는 아이스크림을 같이 먹습니다. Ya'ni ovqatdan keyin muzqaymoqni ham birga yeymiz deyapti. Bular faqat yeydigan narsa ekan. Ish qilmaydi shekilli. Eslab qoldinglar-a? Endi javoblar topamiz. Birdaniga ma'lumot eslab qo'ygan bo'lsangiz, tahlil qilib o'tamiz. Birinchi test javobi. 이 부서에서 찬맛을 좋아하는 사람이 없습니다. Ya'ni bu bo'limda, men chizib qo'yib ketyapman, birin-ketin. Bu bo'limda sho'r ovqatlarni, sho'r ta'mni yoqtiradigan odamlar yo'q deyapti.
sho'r ovqatni yoqtirgan odamlar yo'q bo'lsa, afsuski men aytib, javob pakka bo'lsa, juda ham ozchilik tashkil qiladi. Demak, zato bormi bor. Noto'g'ri javob. 2. 이 부서 사람들은 탄 음식을 별로 좋아하지 않습니다. Bu bo'lim odamlari tan 음식, shirin ovqatlarni unchalik yoqtirishmaydi. Ya. Mol deyishar ekan, aytadi. Tan 음식dan, me'un 음식dan mazza qilib yeymiz deb qo'yibdi-yu. O'zi masalan hazillashib gapirib turaman. 3. 이 부서 사람들은 대체로 매운 음식을 좋아합니다. Bu bo'lim odamlari 대체로, ya'ni ko'pi achchiq ovqatni yoqtiradi. Xo'p, mayli, chizib turamiz. 4. 이 부서 사람들은 떡볶이를 먹은 적이 없습니다. Bu bo'lim odamlari 떡볶이ni yemagan deyapti. Mana bu yerda grammatika bor bolalar. Ya'ni jogi opda, ya'ni inkor grammatika beradigan, ya'ni o'zbek tilida magan degan ma'noni beradi bolalar. Afsuski, mana bu yerda shuningdek 떡볶이 ham ba'zan yeb turamiz deyapti-yu. Chiqdi ekan, javob qaysi bo'lar ekan bolalar? 3 bo'lar ekan. Yaxshi, topganlar bo'ldi. Va bizda oxirgi yana qiyin testlarimiz keldi. Ilk testimizda. Ya'ni bu testlarimizda mana bu yerga dumaloq qo'yibman, OVI, ya'ni lug'at boyligiga tekshiradigan test. Ya'ni berilayotgan Qingjanhada, Peryohada, Chongchunhada so'zlarimiz qanday ma'noni anglatadi va ushbu berilayotgan so'zlar qanday ma'noligini berish bilan birgalikda javob variantlaridagi 4 ta javobning qaysi biriga umumiy bog'liqligi bor. Xo'p, Qingjanhada maqtamoq, Peryohada hurmat ko'rsatmoq, Chongchunhada hurmat qilmoq. Ushbu maqtamoq, maqtab qo'ymoq, hurmat ko'rsatmoq, hurmat qilmoq so'zlarimizga mos bo'lim topamiz. 1. 예의가 없는 행동. Ya'ni odobsiz harakatlar. Odobsiz harakatlar bular. Yo'q, hurmat qilish. 2. 예의가 있는 행동. Odobli harakatlar. Mayli, tashlab ketamiz. 3. 작업장에 위치한 ish joyining joylashuvi. Ish joyi joylashgan deyaptimi? Yo'q. 4. 작업장에 조건 ish joyining shartlari. No, bu yerda ish joyi haqida ketmadi. Javob o'zi yakka men deyapti. Javob qaysi ekan? Demak 2. Ba'zilar javob berayotganda adashib ketib qolyapti. Balki mana test tartibini berayotgandagi holat bo'lsa kerak. Sabab 1-2 pastda turibdi, 3-4 pastda. Bu ham psixologik tarzda berilgan javob variantlarida o'rnatisham. Ya'ni odamlarning miyasi avtomatik birdan keyin 2 keladi deb 10 tarafga ketib qoladi. Afsuski bu 2 o'tmasdan 2 pastda bo'ladi-da. O't qarang, odam chalg'itishni. Har tomonlama o'ylagan. Va oxirgi testlarimiz bolalar. Hop, lug'at bo'limini topishimiz kerak. Biroz qiyin. Qiyin sizlar uchun. 2다 앞쪽에 있는 포크 모양의 큰 받침을 위아래로 움직이면서 트럭에 찜을 옮겨 싣는 작업 기계입니다. Bu yerda nima deyapti? Qarang. Oldi tarafida pok, vilka shaklidagi uzun dastak tepa pastga qimirlatib, trok yuk mashinasiga yuklarni tashib yuklashda tashib yuklaydigan ish instrumenti deyapti. Faraz qiling, vilkasimon ekan, uzun va bunday yuklarni yuklab turib, yuk mashinasiga demak bular yuklaydi ekan. Yuklab berar ekan. Bu nima bo'lishi mumkin? 1. Chigeja, kara. 2. Hamulcha, yuk mashinasi. 3. Kran, kran. 4. Kulchaki, ekskavator. Ekskavator kavlaydi, ketadi. 3 ta kran, bu biror narsani yuklaydi. Yuklash degan so'zi bor, masalan, shitda so'zimiz mos keladi. Lekin buni vilkasimon shakli bo'lmaydi-ku kranda. O'yi bo'ladigan bo'ladi, ko'taradigan. Ketadi. Hop. 2 da hamulcha, yuk mashinasida vilkasimon narsa bo'ladimi? Yo'q, bu yerda o'zi yuk mashinasiga, trok yuk mashinasiga yuklaydi deyapti. Javob qaysi ekan bolalar? 1. Chigeja, kara. Demak, javobimizda kara javob, ya'ni kara mashinasi demak to'g'ri javob ekan. O'zim yetib boraman, rasm chizishlar. Xo'p, lastik kariblayapti. Javob mana o'sha 1 bo'ldi. 1,5 soat. To'g'ri. Endi yarim soatda nima desak bo'ladi? Joylashishga, tanishib olishga, bu qator gapirish uchun ketgan bo'lsa 1 soat ketdi. Endi bu bor yo'g'i 20 test.
bunaqangi testlarni onlayn dars 2 soat qiladigan bo'lsak, 1,5 soat, 2 soat qiladigan bo'lsak, chakanasini ko'ramiz. Lekin onlayn darsda xudo xolasa ertaga batafsil qanday tartibga o'tishlarini aytib o'taman. Yo ovoz yozaman yoki o'zim yozmada yozaman. Bu ertaga imtihonga kelganlarda shu tartibda test tushadi degani bo'ladi. Tabiiyki birdaniga bunday testlarda ishlay olmaydigan o'quvchilar bor. Birinchi o'rinda biz birinchi, ikkinchi kitob testlarini ko'rib ketishimiz kerak. Va undan ko'ra ham 960 talik ilk tetkilarini eng kerakli joyini, hammasini emas bolalar, sababi vaqtimiz yetmaydi. Shuningdek 450 talik bizni qiynaydigan va imtihonga pishirib tayyorlaydigan 450 talik hamda 700 talik testlarga ko'rishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shunaqa testlar bor bolalar mana. Tayyor. Bularni hammasining video dastligi bor. Lekin bugun mana bu test ishlaganimizda video dastligi yo'q. Buni demak, hali beri nima desak bo'ladi? Pichoq tegmagan deydimi? Shunaqa test bo'lgani uchun sizlar bilan yangi testlar bo'lgani uchun ko'rib chiqamiz. Ishonavering, inshaalloh normalniy test javob topadigan bo'lasizlar. Bundan tashqari eshitish testlarimiz ham bor. Xudo xolasa, tayyorlab qo'yganman. Hozircha shu. Agarda sizlarga bugungi testlarimiz ishlashimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta o'z izohingizni qoldiring. Boya test boshlaganimizda 50 ta edi, hozir 26 ta qolibsizlar. Sababi bugun 11:30 bo'ldi. Hamma charchagan, uxlayotgan bo'ladi. Tushunaman. Xudo xolasa, va'da qilingan testimiz o'tdik. Yana xudo xolasa nasib qilsa balkim bir kun qilamiz. Sababi qolgan kunlar darsim bor. Mayga zapis tashlab qo'ying degan insonlar xudo xolasa tashlayman. Tashlab beraman inshaalloh. Xo'p. Birinchidan Muhammad Ali yozyapti. Birinchi 20gachada 100 taday bilmaydigan so'zlarim chiqdi. Endi epistopik tetkilar hali ko'p. Testlar xullas. Epistopikga oid barcha ma'lumot, qanday ma'lumot bo'lsin, inshaalloh bu bepul tariqasida ham beraman, tushuntirib boraman, yozma holatda, tinmay ovozli holatda. Kanalga do'stlarni ulashi, qo'shib, albatta o'zingizni yoqtirgan narsani, o'ziga ma'qul deb bilgan narsani qolgan do'stlaringizga ham taklif qilinglar. Shundagina ko'pchilikka yetib boradi. Sababi imtihonga topshiraman degan chakana odam bo'ladimi? Hop, xudo xolasa ertaga onlayn darslarimiz haqida yana aytib o'taman. Qaysi tartibda bo'ladi yoki yana bir kun mana shunaqa test qilamizmi? Qarab ko'ramiz o'quvchilar. Xudo xolasa, sizlar bilan keyingi vaqtlarda ovoz SMS yoki bo'lmasam video chatida ko'rishguncha sog' salomat bo'lib qolinglar. Yaxshi dam olinglar. Video zapis bo'ldi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar bolalar. Rahmat. Demak, testlagan shu. To'g'risi, o'zim ham maza qildim. Anchadan beri gapirib dars o'tish. Endi to'g'ri sizlarga gapirish imkoniyati bermadim. Sababi kimdadir ovoz yaxshi keladi, Wi-Fi bo'ladi, kimdadir cho'zilib qoladi. Boshqa savol berganda men ham biz savol bersa dakansa tushuntirishim kerak, xarakterim shunaqa, ko'p gapirib qo'yaman. To u bola tushungunicha. Shuning uchun faqat test bo'ldi. Agar savol javob alohida desanglar, biror erta-perta savol javob qilishimiz ham mumkin. Buni men gruppada yozaman, xudo xolasa. Mayli bolalar, kech bo'ldi, yana gaplashamiz. Assalomu alaykum. Ha.